Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Gazi bor joydan bo'lsin, biz ham bir gazda yashaylik degan okalarimiz uchun kommunalkani hammasi mujassam. Korzinkani ro'parasidagi domimizdan 2-3, 11-etajgacha 40 kvadratlik tayyor patkulich xonadonlarimiz bor. O'z chiqib bitta ko'rsatib tushaman. Kichkina bo'lsin, zo'r bo'lsin degan okalarimiz uchun mana shu uyimizni taklif beraman. Uyimiz studiya formatda 2 xonali bo'ladi. Ko'rinishi 2 xona, dokumentatsiyada 1 xona bo'ladi. Studiya format mana shu yer ham mehmonxona, ham kuxnya vazifasini bajaradi. Kuxnya mebellarimizni ham o'z joyiga o'rnatib, gaz plitalarimizni, vichkalarimizni qo'yib qo'yilgan. Uyi holati o'ta blatnoy qilib qilingan, chiroyli. Bir kishi kelib maza qilib yashasa bo'ladi. Keyingi xonamiz o'sha koridor. Koridorimizda sanuzelimiz joylashtirilgan. Sanuzelimiz ham o'ta chiroyli, go'zal holatda bitgan ekan. Keyingi xonamiz spalnya hisoblanadi. Spalnigimiz ham keng, bunaqa tor emas. Spalnya garnitur bemalol sig'adi, chiroyli holatda. Bir kishi olib, maza qilib, kichkina oilacha bo'lsa, yaxshi yashasa bo'ladi. Keyingi xonamiz balkon. Balkonimiz ham keng. Shahar ham shunaqa bir mazaxon ko'rinadi, o'ka. Sheneri maza qilib yashaysiz, xudo xolasa. Kimgadir mana shu uyimiz ma'qul bo'lsa, bu yerda 2-etajdan 11-etajgacha uylarimiz mavjud. Bemalol kelib, opisaniyadagi nomerlarimizga telefon qilib baraka qilishingiz mumkin. Uyimizni imkon qadar arzonlashtirib, chiroyli narxda qilib beramiz. Uyimiz subsidiya orqali olingan. 3.900.000 so'mdan oylik to'lovi chiqadi. Yoqqan bo'lsa telefon qiling, barakani tez qilib olamiz. Rahmat.